Hurmatli Saxovat Bey insoni biza mana Samarqand viloyati Urgut tumani Bahrin qishlog'iga keldik. Gulzoda opamiz mana uylariga, uylari bor, shu uylarni mana hozir korobka holatga kelgan, hashar yo'l bilan qurilgan. Mana bu eshik tirzalarini bankdan kreditga olib qilgan ekanlar. Ana shunga hozir uylarni remontdan chiqarib, mana tepalari shu olmagan. Shuvab uylarni nasib etsa, xudo xolasa chipillatib berishga qaror qildik. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Saxovat pensionerlar yonimizda ko'paysin. Shuni chipillatib bersak, nasib etsa opamiz ko'chaga mana sarson bo'lib, hali u ukasiniki, hali bu singlisinikiga yotib turibdilar. Mana shunga hozir mana so'g'alarni olib kelamiz. Bu yerda tepalar shu olmagan ekanda bu yerda. Nechta uy shu aytib ber, xudo xolasa. Allah nasib etsa. Bu ikkinchi uylar shumi? Mana opamiz o'zlari chaqakalar. Assalomu alaykum. Opa qanday? Yaxshimisiz? Charchamabsizmi? Kayfiyat yaxshimi? O'rma? O'zgingizni mana oxiri vaqt soati kelib qoldi. Mana shu bugun keldik, ustobalarni olib, xudo xolasa. Boshlaymiz endi nasib etsa. Buni nimasini kreditga olib qilgansiz bu yerda? Qaysi bankdan kiritib olgansiz? Nech pul kiritib olgansiz? Faqat shu xombulovni kreditga olganmisiz? Bu akfa eshiklarni kim qilib bergan sizga? Hashar yo'liga bo'lingan uy, xudo xolasa. Korobka holatga kelgan. Hozir qayerga yotib turibsiz? Ertaga yotib turibsiz. Xudo xolasa duo qilib qo'yasiz. Nasib etsa mana ustobalarimizni olib kelganmiz, mana elektrik ukamiz va Firdavsga mana ustobomiz Tojononigini shu bedlar baraga topsinlar. Araga bitta ustobomiz bor. Xudo xolasa duo qilib tursalar, nasib etsa mana Saxovat Bey insonlar qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi nasib etsa. Mana ikkinchi uylari. Tepa shu olmagan sarag'ila qoqilgan holatda. Hurmatli Saxovat Bey insonlar va kuzatuvchilar, podpischilar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana biz Bahrin qishlog'iga keldik. Gulzoda opani uylari mana bugun nasib etsa shu o'qchilarimiz ishni boshladilar, xudo xolasa. Tushgan xayr ehsonlarning evaziga mana shu o'qchilarimiz bugundan ishni boshladi mana. Layla taxlab uni chipillatib, montaj ishlari bo'lgan, nasib etsa xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'ldan kelgancha kam bo'lsa ham, oz bo'lsa ham shu ehsonni darib tutmasa shu opamizni vatanli qilib beradi, chiroyligini qilib o'ylarini nasib etsa. Alloh jannatdan barchamizga qasillat nasib qilsin, xudo xolasa. Hormali usta bo'la. Qanday? Yaxshimisizlar? Charchamabsizlarmi? Bo'lyaptimi ishlar? Mana ishlar ijodni boshlabsizlar-ku, ha? Baraka topinglar. Mana usta bo'g'larimiz Torinjog'dan kelib mana baraka topkunlar. Shuncha ishi bo'lsa ham kambag'alligini kelib, hayt o'zimizni maqsa ham yo'q demasan kelib ishlarini tashlab kelib mana hashar qilib mana ishlarni qilyotibdilar, baraka topkunlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum hurmatli Saxovat Bey insonlar va kuzatuvchilarimiz, barcha homiylarimiz, podpischilarimiz, hammalaringga yana bir marta assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biza bugun mana xudo xolasa bayram kuni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kuni, dekabr 8-dekabr kuni mana bayram kunlari mana Bahrin qishlog'iga, Urgut tumani Bahrin qishlog'iga
Gulzoda opamizni uylarini topshirish jarayoniga biza yig'ildik, zavqillik. Ana shunga hozir mana qilgan ishlarimizni, kam daromad bo'lsa ham, kam bo'lsa ham qilgan mehnatlarimizni shuni topshirib opaga Xudo xolasa eson-omon qaytamiz. Bu vaqt ana bu Gulzoda opamizni uylarining tashqi ko'rinishlari, uylarning chiqib mana qo'ldan kelgancha mana shu jarayonlarga olib kerilib bu Gulzoda opamizni uylarini oldingi qismi. Bu opamiz mana oldin taraflari. Xohlasa mana shiringina bo'lgan. Bir dahlisi, darvozxona. Mana uylarni ichkarisiga kiraman. Mana bu mehmonxona qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bu Gulzoda opamiz uylarning mehmonxonasi. Mana shu bugun qarang topchilar, bir tadbirkor opamiz, Alloh rozi bo'lsin. Chinnivorlarni mana palma, tarelkayi, tovoqchayi, kosa, chinnivorlarni buyumlarini palma berdilar. Duo qilib qo'yasizlar deb. Opamizni ham duo qilasizlar. Alloh birlariga ming bersin, ishlarini boshqasin. Mana bu jitga bo'yla qilingan mana uylarning ichki qismi. Mana bu gilemlarni baraka topsizlar, bir tadbirkor akamiz gilemlardan qarashdilar. Mana jitga bo'ylar, mana ko'rpachalarimiz hammasi homiylarimiz tarafdan qilingan ehsonlarimiz. Fotoğraflar. Svetan adashmasam uçka bir yana diyor. Salomatlik yaxshimi? Gulzoda opa qani o'zingiz? Charchamasdan, sog'lik, salomatlik, kayfiyatlar, nasriyni qanday? Kutganingizdami yo qanday bo'ldi? Qani bir boshdan. Sizlar bor ekansizlar, sizlarning yordamlaringiz bilan Alloh rozi bo'lsin. Birlaringizga ming bersin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetingizlar iloyim. Xursandman. Gulzoda opa, ana shu mana uyingizni mana boshlashdan to mana hozirgi jarayonga davr barcha katta kichik xodimlar bor, tadbirkorlarimiz, mana jitka bo'ylab bergan, plastiklar bergan, kim nimaiki hissasini qo'shgan shularning haqqiga duo qilsangiz. Amin. Uylarını şuvat bergan usta akalarimizga ming rahmat. Amin. Ularga ming bersin. Ana shu remontlariga xizmat qilib, remont qilib bergan usta akalarimizga ming rahmat. Ularga ming bersin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalar niyatlariga yetsin iloyim. Tinmasdan xizmat qilgan Rustam akaga ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Ziyoringizga ming bersin. Allohim ajr mukofotini bersin. Amin. Iloyim kimki, jamiki kimki menga ehson qilgan bo'lsa, barchalari niyatlariga yetib, farzandsizlarga farzand bersin, kasallarga shifo bersin. Musofir yurtda yurganlarga sog' salomat oilasini bag'riga kelishini Allohimdan so'rayman. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, barchalari niyatlariga yetsinlar. Qiyomat kunida jannatlarda birga ko'rishishlik barchamizga nasib
ömrünüz aylasın. Amin. Allah'ım parçalaringizga rahmat. Birlaringizga ming bersin. Allohim doim hammamizni qo'llasin, quvvatlasin. Parchalaringizga rahmat. Sizga ham eng katta rahmatlarni aytaman. Baraka toping. Boringizga shukr. Amin. Farzandlaringizni huzurini ko'ring iloyim. Amin. Neki niyat qilgan bo'lsangiz niyatlaringizga yeting. Amin. Sharoitlaring yaxshi Allohga ming shukr bo'lmangizga shukr. Yana yaxshi ishlardan, yaxshiliklardan menga o'xshagan qiynalgan insonlarga yordam berishdan to'xtamang. Amin. Iloyim bo'laringizga shukr. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli savodli insonlar, kuzatuvchilarimiz, barcha qavmiylarimiz. Mana navbatdagi Urgut tumani Vaqf fondi xayriya jamoati volontyorlar tomonidan Bahrin qishlog'iga Gulzod opamizni uylarini topshirish jarayoniga kelganmiz. Mana bu bo'lganimiz pochalar bilanlar mana shu xohlasin shu uyga, mana shu jarayoniga kimda-kim nimaiki hissasini qo'shgan bo'lsa, ba'zi bir otini aytmayman. Mana bu jitkovoy berganlar bu, plastik berganlar bu, почти hamma narsasi ehsonga bo'lgan narsa. Mana bu gilam berdi tadbirkorlarimiz o'rtasi xontaxta, ko'rpachalar, yostiqlar, chimorlar berildi. Mana jitkovoylar, patologlar, plafonlar hammasi deyarli ehsonga xolisona shu bizga ishonib turib da'vat qilib boramiz. İşonib turishlar beribdi. İshonishlar mana qo'ldan kelgancha xizmatlarni qildik, oqladik. Amonatga xiyonat qilinmadi, xudo xolasa hammasi mana ko'ngilligida bo'ldi. Uylar nasib bo'lsa topshirish jarayoniga kelganmiz, shularni haqqiga duo qilamiz. Endi nasib bo'lsa asli qaytamiz. So'rayman Mo'min aka. Bitta Qur'on tilovat qilaylik, ha? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul fi Allahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rabbi, Parvardigorim, Allah özün çevarsan, özün büyüksan, 18 ming olamni yaratgan qo'shili olam, har narsani ko'rguvchi va bilguvchi, eshitguvchi buyuk zotsan. Ya Rabbi, Parvardigor, biza qo'lingizga qurboning bo'lay, ko'zlaringizdan Parvardigor. Allohim Parvardigor, o'zingning yo'lingga xolisona va kamtonona qilgan xizmatlarimizdan Allohim. Allohim Parvardigor, mana shu xonadon ahlidan Allohim Parvardigor olam. Parvardigor olam shu qilgan kimdaki nimaiki niyat maqsad bilan qilgan ihsonlarini Allohim birlarga ming begin. Martabalarini bundan da ziyoda aylaysan Parvardigor. Allohim ularni, molini, jonini, oilasini har qanday baloyi qazolardan Allohim o't balosidan, suv balosidan, tuhmat balo qazoli Allohim yer osmoni ming bo'ldi baloyi qazo shaytonning sharridan, zolimning zulmidan, ajalning moligidan yer osmoni ming bo'ldi baloyi qazo Allohim o'zing panohini asraysan Parvardigor. Allohim shulardan o'tgan parcha Parvardigor olam qarindosh urug' avlod ajdodlar o'tgan Allohim ularni qarindosh urug'lari qolaversa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning rivoyatlarini u kishidan kelgan barcha aziz avliyolar, pir ustolarimiz, padar buzuqlarimiz, voliday mo'tabarlarimiz, qaysi arablarimiz, mahluqot mavjud mo'min musulmonlarning mana shu yerlarda o'tgan yerlarni egalarini Alloh ulardan hamroh bag'ishladik. Ularni hamroh shoda deb joylarini o'zing jannatda qilib, qabrlarni o'zing nurlarga to'ldirib, oxiratda o'zing obod aylagansan. Ya Rabbi, Parvardigor olam.
Allohim bizlarga ishonib turib barcha osh bergan saxovatli insonlarimiz ham Allohim birlariga Assalomu alaykum. bundan ziyodat qilsin. Allohim Parvardigor yana ko'y, yana yillarda mana shunday kunlarda Hozir teraman aka. mana shunday ihsonlarni qilishga Allohim sizlarga ham kuch va madad bergin. Allohim yonimizga saxovat beshi insonlarni qo'shib ko'paytirib bergin. Alloh o'zingdan o'tinib so'rayman. Yo Rabbi Parvardigor qilgan kamtarona toat ibodatlarimizni duolarimizni Alloh o'zingdan qabul aylagaysan. Bir rahmatiga ya Arhamur Rohim. Allohu akbar. Alloh xayr qilsin.